Arashan so'zini qo'yiga nisbatan bironta harfini ahamiyati yo'q. Asini ham, she'sini ham bironta so'zini. Bu Arashan, bu selo Arashan bor Qirg'izistonda, To'qmoqdan shahardan 30 kilometr joyda katta qishloq Arashan degan buloq bor, Arashan shahri bor. Mana shu Arashanni qo'yi bo'lgan. Bizda aytaylik, O'zbekistonda Surxondaryo qo'yi, Qashqadaryo, Buxoro, Jizzax qo'yi deydilar. Xuddi shunga o'xshab Arashanni qo'yi, Arashan qishlog'ini qo'yi bo'lgan. Mana shu ham o'zi aytilishi ham jarangdor. O'sha qanaqa bir asos qilib olingan 20 kishi kengash o'tkazganda haddan tashqari ko'p versiya bo'lgan. Qaysisini qabul qilamiz nomiga deb. Shu Arashanga to'xtalgan. Haqiqatan ham chiroyli, jarangdor, eshitilishi yaxshi quloqqa Arashan so'zini. Shunga to'xtab Arashan deb nom berilgan. Lekin takida uzoq yillik mehnat turibdi, uzoq yillik tajriba turibdi. Kimdir bozordan arzon 500 ming so'mga qo'chqor olgan bo'lsa, seleksiya qilayotgan kishi 5 mingga qo'chqor olib qo'shgan, yaxshi sifatini yaxshilayman deb. Bu narsa Qirg'izistonda 75-yillarda boshlanib, mana hozir aytaylik 45-50 yil oldi boshlanganiga. Hozir ko'payyapti. Lekin hech kimda ham bir degandan chiqmaydi javob bu gapimga. Biza Hisori yaxshi, Arashan yaxshi, Edilbay yaxshi degan gapdan uzoqmiz. Bugun nimaga haq to'lanyapti? Qaysi qo'ylarni ustida ishlanyapti? Qaysi qo'ylarni olib qo'shsa o'zimizni bugungi qo'limizdagi qo'yga qaysi qo'y bilan natija o'zgaradi degan savolga javob bitta: Arashanni o'zidan boshqa qo'y qolmadi. Sifatni o'zgartiradigan qo'y qolmadi. Bari o'sha sifati kiradigan joyga kirib ketgan. Buni eng katta sababi yaqin qonlik bo'lgan. Bitta oila bir-biriga chatishtirilgan. Mana gap qayerda.